Mani tabriklasanglar bo'ladi. Men shu yoshimga kirib o'zim uchun barcha maishiy texnikalarni olib bo'ldim. Hech uyi yonib ketgan qizga o'xshamaysiz siz. Karta nomer tashlab qo'y, uyim yonib ketdi deb maishiy texnikalar olib bo'ldim deyapsiz. Umuman to'g'ri kelmayapti. Stop. Sizlar oldin men bilan yuringlar. Misol uchun faqat arzonchi do'konlarida 20-dekabrdan 10-yanvargacha sizlar kutmagan zo'r aksiya ketyapti. Ferre gaz plitalari, Haier yoki Citronik konditsionerlari 12 talik deysizmi, 18 talik deysizmi, Alonso oshxona naborlari, Sirius chang yutgichlari, Laretto avtomat kirish mashinasi 8 kilogramli, Brusa muzlatgichlari. Yuqorida sanab o'tgan 8 ta brendlarga arzonchida siz kutmagan super aksiya ketyapti. Ya, singil arzonchiga ishondik, to'g'ri, 8 ta brend mahsulotlariga aksiya ketyapti-ku. Prosta sizgacha shubha bor-da. Mendan nima shubhalanasizlar? Men o'zimga kerak narsalarni oldim. Zato kekabesh olganim yo'q-ku. Aloxonaga bu qiz nima qilyapti? Men hamma yoqda ixtilanib bo'ldim. Izzat 3 ko'prik sentridagi arzonchida 1 milliondan oshiq savdo qiladigan bo'lsang, mana shu latatrondan bittasini tortasan, ichini ochib ko'rsang, nima sovg'a bo'lsa bepulga olasan. 5 milliondan oshiq savdo qiladigan bo'lsang, ikkita tortasan. Bu ikkita tortadi aka.